va bu obyektlar yaratib olganimizdan keyin biroz o'zgartirishlar kiritib men bu holatga keltirib oldik va endi bu yana bir qiladigan ishimiz bor, ya'ni jarayonni ikki xil ko'rinishda olib borish, ya'ni yuqoridan ham shaxmat ko'rinishini ko'rsatadigan va yon tarafdan ham shaxmat donalarini ko'rsatadigan ko'rinishni olib kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni boshida videoda ko'rganimizdek. Buning uchun biz sizga hozir ko'rsataman, ya'ni va bu yerda ko'rsangiz Wikipedia orqali, ya'ni siz ba'zi narsalar yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bu holatda free serifni bosganingizda va pastki qismiga tushganingizdan so'ng bu ikkinchi bo'limni tanlab bu qismni yuklab olishingiz kerak, ya'ni free font 2010-yil variantini. Va yuklab olganingizdan keyin zip file sifatida tushadi va zip faylni siz chiqarishingiz kerak. Ya'ni duplikatsiya, ya'ni copy qilamiz. Mana shift A va copy. Bizga endi bunisi kerak emas. Bundan oldin shift A tugmasi bilan tekst qo'shamiz va yuqoridan ko'rinadigan qilib va X tugmasi bilan bu yonga surib olamiz va Y bilan va bu yonga va ko'rganingizdek, ya'ni A tugmamiz qanday font bo'limida, ya'ni regularniyni faylni ochasiz va free font, ya'ni zip faylni chiqarganingizdan keyin shu holatda chiqadi va buni ichiga kirganingizdan so'ng, ya'ni bu yerda sort, ya'ni kattasi bo'yicha ajratamiz va eng katta fayl bo'yicha shu bo'ldi va buni tanlagan holda open fontda bosamiz va ko'rganingizdek ochildi. Bu tekstni tanlagan holda tab tugmasi bilan bosib edit modga o'tamiz va buni o'chirib tashlab Ctrl V tugmasini bosgan holda biz kerakli qismni tanlab olamiz va bu, ya'ni ochiq joylarni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi va ko'rganingizdek o'chirib tashladik va shift tugmasi bilan pastga tushirib va Y tugmasi bilan yuqoriga surib olamiz va ko'rganingizdek o'zi mos tushdi deb o'ylayman. Ya'ni ot, malika, shahzoda va boshqa ko'rinishda hosil bo'ldi. Ya'ni biz bu tanlagan holda R, Z va 180 gradus deb bossak va aylanib oladi. Va ko'rganingizdek mana shu holatda bo'ldi. Endi buni tanlaysiz va qo'chani tugmasini bosib adjust extrusionni bosasiz va taqlib shaklda keltirib olamiz. Va GZ bilan biroz yuqoriga ko'tarib olaylik. Va shu holatga keldi. Endi buni har bittasini ajratib chiqamiz. Avvalo biz buni tanlagan holda va convert to mesh ga aylantirib olamiz. Tab tugmasi bilan object o'tamiz va buni, ya'ni avvalo X tugmasini tanlagan holda ponni tanlab va P tugmasi bilan select qilib, va siz ham, ya'ni har bitta qismni shunaqa ajratib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va oxirida o'zi qoldi, bari ko'rganingizdek. X-ray tugmasini o'chirib tashlaymiz. Mana ko'rganingizdek alohida, ya'ni obyekt sifatida bo'ldi. Endi keyin qiladigan ishimiz, bizni hammasini tanlaymiz va set originni o'ziga, ya'ni to'g'ri boshlashimiz kerak. Va buni hammasini tanlagan holda va Y tugmasi bilan, ya'ni har bitta qismni joylashtirib chiqamiz. Va yana shift tugmasi bilan duplikatsiya qilib, ya'ni yuqoridagi Y bosgan holda, ya'ni yuqoridagi qismga ham joylashtiramiz. Va ko'rganingizdek joylashdi va yana bir narsa to'g'rilashimiz kerak. Otni tanlagan holda va yuqoridan bosib va R, ya'ni Z tugmasini bosib 180 gradus qilib tanlaymiz. Ya'ni biz ko'rinishini, ya'ni bound o'tkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bittasini bound ko'rinishda to'g'rilab chiqamiz. Ya'ni bundan oldin biz har bittasiga, ya'ni rang berishimiz kerak bo'ladi. Masalan, tepadagi mana hamma qismni tanladik va new tugmasini bosib viewport displaydan, ya'ni o'zingiz xohlagan, ya'ni masalan yashil ko'rinishni tanladim va undan so'ng Ctrl L tugmasi bilan material tanlab va yashil tugma aylanadi. Xuddi bularni ham biz shu shaklda keltirib olamiz va viewport displayni biz ko'k rang keltirib olamiz. Ctrl L tugmasi bilan to'g'rilab olamiz va ko'rganingizdek mana shu holatga keldi. Endi har bittasini biz, ya'ni object datadan boundga aylantirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va mana ko'rganingizdek bu holat hosil bo'ldi. Endi keyin qiladigan ishimiz, masalan bu qurolni tanlagan holda va yana plus tugmasini bosgan holda va bizga kerak bo'lgan, ya'ni yashil tugmasini bosamiz.
ya'ni yashil ko'rinishga keltirishimiz kerak bo'ladi. Va buni oxirida to'g'rilab chiqamiz. To'g'rirog'i hozir shart emas deb hisoblayman. Va endi keyin qiladigan ishimiz modifier ga o'tgan holda endi keyin qiladigan ishimiz biz bu bloom funksiyasidan foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni add modifier bloom va object sifatida biz buni belgilaymiz va intersect qilib va buni ya'ni plus tugmasini bosamiz va undan so'ng ya'ni materialni tanlaymiz. Va orqaga qaytganingizda fastga bossangiz mana ichida yashil ko'rinishdagi ya'ni obyekt hosil qildi. Xuddi shu holatni ham back object buni tanlaymiz, fastni bosib qo'yamiz, kerak bo'ladi va plus tugmasini bosgan holda va materialni tanlaymiz. Bunda ham xuddi shu shaklda bloom insert tanlaganimizdan so'ng fastni bosib qo'yamiz va bu yerda iconni bosgan holda yashilni yana tanlaymiz va bundan so'ng yana buni ham xuddi shu shaklga keltirishimiz kerak bo'ladi. Bloom va insert tanlaymiz, fast plus tugmasini bosib va yashilni bosamiz va undan so'ng bunga ham bloomni tanlaymiz. Object sifatida tagidagina dahshat. Fast bizga bu kerak bo'ladi. Dahshat. Nice. Insert tanlaymiz va tagidagi otni tanlaymiz. Va buni ham biz plus tugmasini bosgan holda va tanlaymiz va ko'rganingizdek mana ajoyib. Juda ham menga yoqdi bu. Va oxirgi qism sifatida biz bu qismlarga shakl berishimizdan oldin, ya'ni apply har bittasini o'zingiz tanlab apply qilib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana hammasini. Mana ko'rganingizdek hammasini apply qilib oldik. Ya'ni masalan buni ko'chirganingizda ham, ya'ni o'zgarmasdan, ya'ni modifier o'zgarmagan holda qolibdi. O'sha sababli endi biz ya'ni yangi narsa qo'shishimiz kerak. Shift A tugmasi bilan plan qo'shamiz va plan qo'shganimizdan keyin bunga ya'ni biroz kattalashtiramiz va tab tugmasini objektni ko'tib o'ng tugmani bosib subdivide ni tanlagan holda va 1 2 3 4 5 6 7 ta belgilab olamiz. Va 3-qismga o'tgan holda va buni bosib va F3 tugmasini bosganingizdan keyin checker deselect ni bossangiz tanlab beradi. Va buni bosasiz va assign qilib new tugmasini bosib va rangini qora ko'rinishga keltiramiz. Va Ctrl I tugmasini bosgan holda keyingi qismlarni tanlaymiz va buni assign qilib va shu holga keltiramiz. Mana bu shaxmat taxtachasiga xuddi shunga o'xshaydi. Hammasini tanlaymiz va Z tugmasini bosib, ya'ni qalinlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Va undan so'ng ya'ni G tugmasini bosgan holda, ya'ni buni biroz kattalashtiramiz va G tugmasi bilan ya'ni har bitta qismni ya'ni joylashtirib chiqamiz. Shift D tugmasi bilan duplikatsiya qilib va X tugmasi bilan ko'paytiramiz va Shift R tugmasi bilan buni biz qaytaramiz. Ko'rganingizdek ajoyib ko'rinishda bo'ldi. Va shuningdek endi bizning keyin qiladigan ishimiz ya'ni otni olgan holda G tugmasi bilan ya'ni bu joyga ko'chirish kerak bo'ladi. Va Shift tugmasi bilan bosib va buni bu yonga ham ya'ni to'g'rilab olamiz. Va bundan keyin buni tanlagan holda va G tugmasi bilan ya'ni bu yonga qo'yamiz va Shift tugmasi bilan uni esa bu yonga qo'yamiz. Va shuningdek o'rtada esa bu peshobni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni va Shift tugmasi bilan ya'ni bu yonga surib olamiz. Bu qurolni biz ya'ni bu yonga va malikani esa bu qismga tanlab qo'yamiz. Ko'rganingizdek xuddi
o'sha jarayonni hosil qilyapmiz. Xuddi o'sha jarayonni ham biz, ya'ni ikkinchi tepadagini to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz G tugmasini bosib yana to'g'rilab chiqamiz va Shift tugmasi bilan va Ctrl R tugmasini bosib ya'ni to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi biroz. Chunki chalg'ish bo'ldi. Mana o'zingiz qo'lda to'g'rilab chiqasiz, ya'ni videoda to'liq ko'rsatish shart emas. Va bundan tashqari otni tanlab G tugmasini bosib va Shift tugmasi bilan va bu yonga o'tkazamiz va buni ham G tugmasi bilan bunga va Shift tugmasi bilan bu yonga o'tkazamiz va otni tanladik va undan tashqari buni ham ya'ni G tugmasini bosgan holda Shift Qur'onni tanlagan holda ya'ni buni ham bu yerga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Malikani ham ana ko'rganingizdek, ya'ni o'sha jarayon hosil bo'ldi. Va pastga tanlagan holda Ctrl L tugmasini bosib Ctrl P tugmasini bosib biz bevel qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bularga biz material properties berishimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Quyoshni tanlagan holda G va uni o'rtaga qo'yamiz va render hotda ko'rishingiz mumkin. Va esingizga chiqmasin, evident cycle tutqazib qo'yib GPK paint yozishimiz kerak. Va mana ajoyib ko'rinishda shaxmat danachalar hosil bo'ladi. Buni tanlagan holda undan tashqari Shift A tugmasi bilan plant qo'shib text va GX tugmasi bosgan holda GZ bilan ya'ni yuqoriga ko'tarib olamiz. Ya'ni bu yashab qo'yganlarimiz biz o'chirib tashlaymiz. Ular endi ya'ni yo xohlasangiz yashab qo'ysangiz bo'ladi mana. Mana shu holatda menimcha yetadi. Va ekranni ikkiga bo'lib shader editor orqali principal BSTP biz aslida diffuse'ni tanlab olamiz. Ya'ni ikkala holat uchun ham endi Shift A tugmasi bilan Mix shader qo'shamiz. Mix shader class BSTP ni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xuddi yuzasida, ya'ni qora yuzasida hosil bo'lganday. Ya'ni bularni ham biz BSTP o'tkazib olishimiz kerak, ya'ni diffuse ichki yuzasi Mix shader ya'ni class. Xuddi shu holatda hammasini tanlaymiz. Ctrl L tugmasi bilan va materialni kopiya qilamiz. Mana ko'rganingizdek, ikkinchi qismida kopiya qilindi. Xuddi shu holatda ham, ya'ni buni ham biz to'g'rilab olishimiz kerak. Diffuse rangni o'tkazamiz. Xuddi shu holatda bo'ldi ular ham. Va ajoyib ko'rinish. Buni render holatda ko'rishingiz ham mumkin. Agar buni quyoshning energiyasini biroz ko'tarsak, masalan 5. Wow. Va world background qora va ajoyib ko'rinishda. Menimcha buni energiyasi juda ham yuqori. Ya'ni 3 ham yetadi. Ya'ni tagidan tanlagan holda va principal sin diffuse tanlaymiz. Mana shaxmat danachalar juda ham tayyor bo'ldi. Uni o'zingiz ya'ni render qilgan holatda natijasini ko'rishingiz mumkin. Renderni bu holatda qilinadi.